tashavormaydi sandig'inglarni. Mana shunaqa chiroyli qilib olib berishar ekan vallahi. Hovlimizni bir burchaga deyotgan sandiqlarni ta'mirlash uchun bordik va bu sandiqlarni ta'mirlash uchun sexga olib ketdik. Bismillah deb ishlarni boshladik. Eski tunkalarni hammasini shilib olib tashlab, mixlarini tozalab tashladik va qimirlagan joylarini qotirib chiqdik. So'ngra sandig'imizning oldi tomonlari yumshoq bo'lish uchun parlovlarni qo'yib, ish orasida tugmalarni yasab va materialni qoplash jarayoni boshlandi. Har bitta tugmani bitta torib chiqib va sandig'i qoplanish jarayonini tugatdik. Endi qolganini xolam uylarida eshitamiz. Jonilari sog' bo'lsin, mana bolam shunaqa chiroyli sandig'imni shunaqa restavratsiya qilib chiroyli yangi qilib olib berdi. Havasim keldi, shu meni sandig'imni deb o'ylayapman. Qo'l ko'zlari dard ko'rmasin bolamni. Mana qutimni ham tanimay qoldim. Shunaqa chiroyli bu yasab olib keldilar. Xuddi devorlarga o'xshab yangi olgandek bo'lib turibdi mana. Shunaqa yoqdi. Tashavormaydi sandig'inglarni. Mana shunaqa chiroyli qilib olib berishar ekan bolalarim. Xudoy qamijonligi sog' bo'lsin, umrligi uzun bo'lsin, baland bo'lsin.